go'sht, kartoshka, piyoz. Akalar, sho'rvamiz ham tayyor bo'ldi. Obzor qilishimizcha tayyor bo'ladi. Xo'sh, ekonom pechkalarni optim birinchi qo'l ishlab chiqarish joyiga yetib kelganmiz. Bu yerda 4 xil, 5 xil pozitsiyalari bor ekan. Ko'rishlar mumkin. Original brend, original zavoddan bo'lyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, birinchi listlarni aytib o'tamiz. Ko'mir, o'tin umuman tanlamaydi. Xohlasangiz tappiga yoqadigandan bo'ladi. Xo'sh, mana shu holat bo'ladi. Aka, shuni ko'rsatdim. Mana shu holatning narxi 1 million so'm bo'ladi. Listlari 2 o'rtasi 208 bo'ladi. Kraskasi 1000 gradusgacha o'chmaydi, ko'chmay hech narsa bo'lmaydigandan bo'ladi. Agarda bu yerda rishetkasi, tagida tapchani bo'ladigan bo'lsa, narxi 1 million 100 ming so'm bo'ladi. Bu katta variantiga keladigan bo'lsak, xo'sh, listlari bir xil bo'ladi. 2 o'rtalari 208 bo'ladi. Xo'sh, bunisi 25 ga 25, og'izlari ham kattasidan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 million 200 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha bo'ladi. Agarda menga kat yo'l kerak, 50 kvadrat joyim bor deydiganlar uchun mana shu holatda bo'ladi. Bemalol 50-60 kvadrat joyda so'radi. Narxi 1 million 980 ming so'm bo'ladi. Dastavkalar albatta O'zbekiston 12 ta viloyatga kelishilgan holatda. Sho'rvamizni ko'rib qo'yamiz akalar, ko'rishlar mumkin. Varaq, sharqa go'shtlarimiz ham, kartoshkalar ham pishibdi, bemalol kelaverasizlar.